Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarimizga Allohning bu go'zal salomlarini yo'llash bilan birga Tarixqa nazar programmamizning 6-sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Aziz qarindoshlar, biz oldingi 5-sonimizda Türk tarixining boshlanishi, Türklarning madan davridagi madaniyati, Türklarning umumiy ko'chish davri, ko'chish davridan keyingi Türk ana yurti va qadimgi Türklarda yezi qatorliq mazmunlarni huzuringizga sungan edik. Biz bugungi 6-sonimizda qadimgi Türklarda davlat tashkiloti va huquq, qadimgi Türklarda din qatorliq mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Yoqtirib anglashinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qadiri. Qadimgi Türklarda davlat tashkiloti va huquq. Qadimgi Türklar davlatni il, hokimiyat qudratini qut deb ataydi. Umuman Türklar davlat va yoki davlat qurishning maqsadi xalqning tinch, amon va adolat ichida bayoshat yashashini ta'min qilishdan iborat ekanligini bilgan edi. Bu maqsadda uyg'un bir qonun bilan boshqariladigan, hokimiyatga itoat qiladigan mustaqil to'plamni Türklar il, ya'ni davlat deb tanigan. Bu ilning beshidagi kishi xon edi. Umumiy qonunni shimol va sharqdagi Türklar o'z shevilariga qarab to'ra va ya tura deb ataydi. Uyg'urlar bo'lsa tuzut, tuzuk va yasoq deb atagan. Biz Sharqiy Turkistonda hozirmo tuzut atalg'usini qo'llanamiz. Demak, Türk xonlari o'z elini tuzut bo'yicha boshqarishga majbur edi. Tuzut millatning rasmiyat va urf-odatlarida qabul qilingan turmushdagi qoida-yo'sinlardan iborat edi. Bular asosan 3 yo'l bilan maydonga keladi. Birinchi, urf-odat yoki diniy e'tiqod shaklida asta-asta asoslangan qoidalar. Ikkinchi, xonning millat tarafidan qabul qilingan yorliq, ya'ni farmonlari. Uchinchi, xalq cho'ng yig'ini, ya'ni qurultayda ma'qullangan qarorlar. Xalqning cho'ng yig'inlari bugungi parlamentlarga o'xshab ketadigan intayin muhim bir tashkil bo'lganlikdan buni bir oz tafsiliyroq bayon qilamiz. Qadimgi Türklarda davlatning boshqarish ishlarida xalqning muhim roli bor edi. Masalan, xon, ya'ni xaqon belgilash, hukumat tashkilotida islohot olib berish, urush e'lon qilish yoki sulhiy kelishimlarni tuzishga o'xshash muhim masalalarda bir umumiy cho'ng yig'in ochiladi. Har qanday bir urush quroli ko'taralgida quvvati bo'lgan har qanday kishining bu yig'inga qatnashish haqqi bo'ladi. Bundaq umumiy yig'inlar, ya'ni qurultay yoki so'rin deb atalgan. Muhim ishlar buningga o'xshash so'rinda hal qilinadi. Xonning qo'l ostida davlat ishlarini qiladigan bag va bularning qarmig'ida shadopit, il o'gisi, tarxon, ya'ni tarqon va buyruq degan amaldorlar bor edi. Qadimgi O'rta Osiyo Türk to'pluluqlari g'oyat to'g'ri va insoniyat turmushiga uyg'un qonunga asoslangan jamiyatlardan iborat edi. Misol uchun bulardan asosliq ba'zilarini bayon qilamiz. Qadimgi Türklarda turmush qurish oila usuli bilan bo'lgan nikohga bog'liq edi. Nikoh rasmiy murosimlar bilan, ya'ni to'y bilan ijro qilinadi. Nikoh uchun kelinning ota-onasining roziligi shart edi. Kuyovg'il taraf qandoqli bo'lmasin, kelin tarafga bir miqdor mol berishi lozim bo'lib, bu qoliq deb ataladi. Qoliq uchun 5 ot, oyog'i qo'yga qadar mol berish odat bo'lgan. Eri o'lsa miros xotiniga qoladi. Balalarga onasi igidorchilik qiladi. Ko'kturuq haqani iltarish qolgan o'lgandan keyin balalarga onasi bilga xotinning vasi bo'lganligi Urxun obidalardagi kitoba, ya'ni mangu toshdagi yozma yodgorliklarda yozilgan. Tul qolgan akasining xotinini inisi va yoki hayotda bor cho'ng akasi nikohga ilish Türklarning qadimdan tartib rioya qilib kelgan va ba'zi turk qavmlari zamonimizdami rioya qilib kelayotgan
odatlardan biridir. Xususiy igidorchilik tuzumi turklarda eng qadimgi zamondan tartib bor edi. Har kimning o'z igidorchiligida terilg'u yerlari bor edi. Bu xususiy igidorchilikqa hurmat qilishni har kishi insonlik vazifa deb biladi. Hayvonlarga tamg'i besish, mulkiyat, ya'ni egilik alomati hisoblanadi. Aymoqlar yoki shaxslar orasida yer, yayloq va boshqa mol-mulklar haqida ijro qilinadigan kelishim yoziladi. Bu kelishim anit, ya'ni qasam berish bilan kuchga ega bo'ladi. Bularning xalq ichidagilari pichqas, xonlar va hukmdorlar o'rtasida tuzilgan bitimnomalar, ya'ni pichiq deb ataladi. Qadimgi turk davlatlari intayin kuchli bir asosga qurilganlikdan yurtda tinchlik, omonlik va tartib intizom o'rnatilgan edi. Mundaq tartib intizomning mavjud bo'lishi ma'qul va adolatli jazo qonunlarining bo'lishiga bog'liq edi. Umuman such, ya'ni jinoyat og'ir va yengil deb ikkiga ayrilgan. Og'ir jinoyatning jazosi o'lim bo'lib, buningga yurt va elga xiyonat qilganlar, zina qilganlar, qotillar, jangda qo'rqib qochganlar, elchilik vazifasida xatolik o'tkazganlar, hukumat beshiga chiqib olgan qobiliyatsizlar, o'z hukumatiga qarshi chiqqanlar va bog'loqliq otni o'g'irlaganlar kiradi. Yenik jinoyatlarga muvofiq jazo hukmlari bor edi. Bularga qaraganda qadimgi turk davlatlarining intizomni qo'g'dash uchun alohida ahamiyat berganliklari ko'rinib turadi. Qadimgi turklarda din. Qadimgi turklarning tarixda bilingan dini shaman, ya'ni qam dini ekanligi ma'lum. Qadimdan tartib turklarning qon qarindosh qavmlari, qo'shni bo'lgan boshqa millatlarmi shaman diniga e'tiqod qilgan. Shaman degan so'z aslida qamning boshqalar tarafidan buzib aytilishidir. Bu dinning ruhoniylari, ya'ni sheyxlari to'yin va qam deb ikkiga ayrilgan. To'yinlar xalqqa dinning hukmlarini anglatish, qurbonlik qilish qatorliq diniy murosimlarga rahbarlik qiladi. Kasallarni davolab va ibodatxonalarda turib, zoitlik qilib, ibodat ishlari bilan shug'ullanadi. Bular xalqqa aralashmay, ilm va amal bilan bo'ladigan haqiqiy diniy peshvolar edi. To'yinlarning cho'nglari Tangrigan, ya'ni Xudoning olimlari deb atalgan. Bu munosabat bilan dinni ba'zilar to'yin dini deb ataydi. Qamlar turklarning diniy zotlari bo'lib, xalqqa aralashib yurib, sehr jadu qilish, dam silish, tuma yezib berish, bola tug'dirish va pira o'ynatishdek ishlarni qiladi. Shuning uchun bu dinni qam dini deyuvchilarmi bor. Keyincha bu dinda ilmiylik aziyib, xurofiylik ko'payishga boshladi. Shuning bilan qamlarning ta'siri kuchlanib, to'yinlar azaydi va tarixda bular qam dini degan ism bilan ataldi. Bu dinning mohiyati tarixda tuvandikicha ta'riflanadi. Yer va ko'kni yo'qdan bor qilgan bir tangri bor. Bu tangrining ismi Qaraxon tangri. Qaraxon tangri 8-qat osmonda o'tirdi. Dunyoni boshqarish ishni qilmaydi. Yo'riqlik ato qilish, rizq berish, barakat berish, boqilish, ya'ni yaratish, tug'dirish, o'stirish, o'ndirish qatorliq yaxshi ishlarni idora qiladigan ikkinchi darajalik yana bir tangri bor bo'lib, uning ismi Ulkan. U birinchi qat osmonda o'ltirib, yuqorqi ishlarga muakkal bo'lgan boshqa kichik tangrilarni nazorat qiladi. Qarong'ulik, o'lim, ofat, acharchilik, qurg'oqchilik, bo'ron, o't, sel va kasallik qatorliq har xil yomonliklarni boshqaradigan tangrining ismi Yerlikxon. Bu 7 qat yerning tagida qarong'ulikda o'ltirib, butun yomonliklarni boshqaradi. Yer yuzidagi hamma yomonlik arvohlarimi buningga qaraydi. Yer va suv tangrisi va tug'ut tangrisi, ya'ni Qaqin va yoki Umay Qatun qatorliqlar qadimgi turklarning eng mo'tabar bilib cho'qinadigan kichik tangrilar edi. Yilning belgilik chaqlarida bu tangrilarga atab ayrim-ayrim yerlarda qurbonlik qilib
ibodat qilish murosimlari bor edi. Qurbonlikning eng a'losi qora qashqa ot qurbonlik qilish bo'lib, erta yozning boshlanish kunida egiz bir yerga elib chiqib bo'g'izlab qurbonlik qilinadi. Shaman dinining boshqa aqida va ibodat shakllari, murosimlari, to'yin, qamlarning vazifalari, darajalari va xalq bilan Tangri orasida o'ynaydigan roli haqida yozilgan maxsus asarlar bor. Shaman dinining kelib chiqishi haqida mundaq ikki xil ko'z qarash bor. Birinchi, islom olimlaridan qadimgi turk dinlarini tadqiq qilguvchilar shaman dinini asli samoviy bir din bo'lib, turk payg'ambarlari orqali tarqalgan tavhid, ya'ni bir Tangriga ishonish dinidir. Keyincha bu dinning asosiga har xil xurofiylik aralashib, bir xil butparastlik yoki tabiatparastlik diniga aylanib ketib, shaman diniga o'zgargan deb qaraydi. Ikkinchi, Yevropalik tarix olimlari qadimgi insonlar jamiyatining hammasida dinlar insonlikning badan, fikr, yer va havo sharoiti va turmush hayot shakllarining to'liqlanish bosqichlariga ergashib taraqqiy qilgan ishonishlardan kelib chiqqan deb qaraydi. Masalan, ibtidoiy insonlar jamiyatida totemizm, ya'ni yaxshi ko'rgan yoki qo'rqqan bir hayvon, bir daraxt, bir cho'qitash va ya bir taqqa o'xshash narsalarni Tangri deb bilib, uningga cho'qinish, ya'ni ibodat qilish kelib chiqqan. Ikkinchi bosqichda animizm, ruhga cho'qinish, ya'ni o'lgan dadasi yoki bir katta kishining ro'yiga ibodat qilish kelib chiqdi. Uchinchi bosqichda naturizm, ya'ni tabiatga, tuproq, suv, o't, temir va shuningga o'xshagan narsalarga ibodat qilish o'ttirg'a chiqdi. To'rtinchi bosqichda ko'k naturizmi, ya'ni osmonga, kunga, oyga va yulduzlarga cho'qinish kelib chiqqan. Ondan keyin aqllari taraqqiy qilgan sari Xudoga ishonish paydo bo'ldi. Bu ko'z qarash bugun ilmiy ko'z qarash deb qabul qilingan bo'lsa-mu, birinchi ko'z qarashni tamoman inkor qiladigan kuchga ega emas. Shaman dinini tadqiq qilib ko'rganimizda, bu dinda samoviylikning izlarini bayqaymiz. Shuningdek, qadimgi turklarning e'tiqod va ibodatlarida tutizm, animizm, naturizm va ko'k, ya'ni osmon naturizmining izlari xili ko'p uchraydi. Shuning uchun shaman dinining kelib chiqishi haqida qat'iy bir hukm chiqarish meningcha to'g'ri bo'lmasa kerak. Turk payg'ambarlari deb tanilgan 25 kishining ismlarini o'ydirma deb ko'rsatish mumkin bo'lmaganidek, Divani lug'at turkda ismi va bir qadar ahvoli tunishtirilgan Qo'lboq degan zotni payg'ambar deuvchilarmi bor. Aziz anglag'uvchilar, shunday qilib vaqt munosabati bilan Tarixga nazar programmamizning 6-soni bu yerda oxirlashdi. İnşallah yangi son programmamizda ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Ijobatli duoyinglarda bizlar uchun duo qilishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.